Domda bitta 3 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. Hozir ichini obzorni qilib beraman. Qani ketdik. Zal hududida Uzgazoil orqasida bitta 3 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli bizning kuzatib boruvchilar. Kirganimizda mana shunaqa holimiz bo'lyapti. Hol qismi 3 xonalik 9 qavatlik Novastor ekanmiz, 8-qavatda joylashgan. Umumiy kvadraturasi 79 metr kvadrat. Общий санузел. Bu yerda bitta kattalar uchun yotoqxona. Barcha qulayliklar bor. Bu yerda balkon mavjud. Keyingisi oshxonamiz. Isitish tizimi двухкомнатный котел, полностью теплый пол bo'lyapti. Bu yerda ham balkon mavjud va mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamizga 10 kishilik chiroyli stol-stullarni qo'yganlar. Keyingi xonamiz bolalar uchun yotoqxona. Parta, shkaf, 2 kishilik divanda bilan. Bu uyimiz vokzal hududi Uzgazoil orqasida joylashgan 8-qavatda 79 metr kvadrat, narxi 70 dollar so'rayapti. Yana savdosi bor. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerni qoldirman. Kadastr hujjatlari bor, faqat naqd pulga. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Telefonlaringizni kutib qolamiz. Videoga like qo'yib, podpiska bosishni esdan chiqmasin. Xayr, salom.